Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan bugungi darsimizda secretly file papka yasashni o'rganamiz. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz papka ocha olamiz. Свойства qilib настройка, сменить значок va mana bu bo'sh turgan joylarga birortasiga bosamiz. Okey. Ko'rib turganingizdek, bu papka yo'q bo'lib qoldi. Uni otini ham yo'q qilamiz. Chirib klaviaturalardan alt tugmasini bosib uni qo'yvormagan holatda 255 deb yozamiz. Okey. Ko'rib turganingizdek, mana bu papka secretly papka bo'ldi. Uni xohlagan joyimizga borib qo'yishimiz mumkin. Buni iloji boricha bunday joyga qo'ysak, boshqa odamlar bilishi yoki topib olishi qiyinroq bo'ladi. Buni qanday bilish mumkin? Bunday papkalarni ishkana o'ng yog'ini bosib turib belgilashlik bilan ko'rib olsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu mana bu yerda borligi bilinib qoldi. Buni ancha muncha odam bilib qolishi qiyin bo'ladi. Xo'sh, bugungi darsimiz qisqacha shu. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.